Nega ishga so'z beramiz, Вот mana bu fon yoqmayapti-da menga. Burada bu fon menga nравится. Naryoqdan bu yoqqa qarab olasizmi shu yerda? Video kameraga. Keyin biz sog'inganimizda, o'qituvchilarimiz, maktab sog'inganimizda shu gaplarni eshitib, biz shu katta o'g'it bo'ladi. Hali ham yoshmiz. 37ga kirdik deb o'ylaymiz, lekin baribir qilayotgan ishlarimiz bir xil xato emasmikan deb o'ylab qolamiz. Yana bir yildan keyin, attang o'sha bir yil oldin shu savolga men bunday javob beribman, noto'g'ri qilgan ekanman, yo mana bu ishni noto'g'ri qilgan ekanman deb kundan kun, yildan yil balki aqlimiz oshaverarkanda, aqlli ishni qilib bo'larkan. Yo'q, bizning ham gapirmoqchi bu shoxista qanaqa. Rinat Nagiyevich, bizni eslay olasizmi? Balam, men bo'lmasa 20 yil oldin bitirganmiz, 20 yil oldin bitirib ketganmiz. Bizni eslay olasizmi? Men hammasini eslayman. Menga bitta mana kechagidek darsda o'tirgan bolalarimni. Shuluk men aytdim, Qarshiboyevni ko'rdim-da, Qarshiboyev edimi? Shuluk katta ko'zlar darsda o'tirgan mana shu mening eng oldida o'tirgan sen mana oldi darslarda eng oldida o'tiradigan eding-ku. Shu rus til darslari shundaqa. Mana shu, ha? Jurnalistika shundaqa bo'lan. Tak. Ish shundaqa bo'lan. Men ham 44 yil ishladim. 44 yil o'qituvchi bo'ldim. Ishlaydigan joyim faqat bir joy desam ham bo'ladi. Keldim Kurpasay qishlog'ida ishimni boshladim. Unda Kurpasay qishlog'i bor. Keyin Kurpasay qishlog'idan nima Kimgaroda pastga tushgandan keyin bizni 17-maktabga oblona ko'chirdi. Biz nima qilmasdan shu полностью kollektivni oblonaning prikazi bo'yicha 17-maktabga. 17-maktabga Kimgarodaga yana tushgandan keyin odam ko'p bo'lgandan keyin 1 yil ularda kvartiran bo'lib ishlab 19 ochildi, keyin 19 ga o'tdik. 19 ga 32 yil maktabga. Qish bo'yiga 1 yil kvartiran bo'lib ishlagan paytimizda qishda оборудованиялар tashidik nimaga. Keyin bolalar hammasini shuni o'zlari u yoqqa qo'yishdilar. Dars tugar edi-da, darsdan keyin obzat nortaji A sinfida men B sinfida nortaji. Har kuni stроительствоdan keyin bolalarni bitta sinf tozalash. Bu har kuni bolalar hech g'am demas edi. Hech nimasdan borib shular o'zlariga shu maktabni tanladi. Shundan keyin 19-maktab ochildi. Shu yerdagi shkaflar, hammasi stollar, hammasini o'zimiz shuluktichilar. Maktab ochildi, shtat yo'q. Qorovulim bo'lgan bu yerda 4 kun men ham qorovulda turganman. Chunki avaro dunyoni olib keldilar, nasi yo'q. Shunday qilib boshlandi. Vali haligi 17da Vali Xonaj direktor bo'lgan, 19da Tohir Xamraxonaj direktor bo'lgan, undan keyin Qarshiboy Qalmach keldi. Shu boshdan men zavch bo'lib ishladim. 2 yil, undan keyin voyinruklikka o'tib, shu voyinruk bo'lib, undan keyin rus tilidan dars berdim. Mening farzandlarim shu yerda 17da o'qiganlar. O'g'lim bor, qizim bor. Hozir Xudoga shukr, ular bu yerda emas, o'zim bilan emas, Rossiyadalar, lekin 4 ta nevaram bor. Eng katta nevaramga o'sha 20 yosh. Ana shundaqa. Ravildikimi? Ha, qizimda boshdan qiz, keyin o'g'il, qizimda ham qizim, ondan keyin o'g'il. Farzandlarim Xudoga shukr xabar olib turadi, lekin shu yerda bo'lmasam ham shu maktabda ishlagandan keyin hamma shu o'quvchilarim, o'zimda o'qigan o'quvchilardan men hech o'zimni bu yerda bolalarim yo'q deb his etmayman. Shularni ko'rgandan keyin shular menga o'quvchilar, shular menga xursandchilik beradilar, shularning nimasiga qarab xursand bo'laman. Shu men sizga mana 20 yil o'tdi, mana hammasi ko'z oldimda. Siz mening bolalarim, siz mening o'zi sizning katta ba'zi bir sinflarga kiramda onasiga o'xshataman, 50 dadasiga o'xshatamda, familiyalarni aytam. Balam familiyang shulmi? Nodirovmisan? Nodirov. Jiraysingmi? Jirayev. Mana shu ular mening hammasi, bo'lmasa siz mening nevaralarim deb o'tiraman. Faqat men nevaralarimni ana aytdimki, kechamni ota-onalar majlisida ekan. Qizlari. Ular ham Rinat akalar keladilar, Rinat aka deb o'zi xabar olib keladilar ota-onalaridan. Shu Xudoga shukr, hech ishimdan nima emasman.
xursandman, chunki aytdimki, bozor vaqtida bozor borib bo'lmaydi. To'ylarga aytadilar. Shunday yig'ilish nimalarga, yig'inlarga chaqiradilar bilan. Bora bo'lmasak ham xursandmiz. Na o'qituvchiligi qiyin, lekin shunday esga olib, shunday bizni chaqirgandan keyin biz yana yosharib ketdi. Hammasi aytadi, har yerda yoshargansizlar. Men aytaman, yoshlar bilan ishlayman, men o'quvchilar bilan. Shularning mana energiyasidan energiya olib ishlaymiz boshqa. O'rtaga pensiyada biz ikkalamiz kelmaymiz, pensiyada ulam oldin nimada avtorimzavodda ishlagan, master ham bo'lib ishlagan, konstruktor ham bo'lib ishlagan, keyin bitovoyda ishladi, yana 15 yil. Pensiyada biz Xudoga shukr, necha yil uning bilan уже 40 o'g'limga necha 40 necha yosh hozir, o'g'limga 42 yosh, 43 bilan. Mana 44 yil uning bilan yashayapmiz. Xudoga shukr. O meni tushunadi, men uni tushunaman. Shundoq. Bolalar xabar olib turadilar, bolalarimiz keladi. Oldin bitta o'tgan o'quvchilarimiz xabar olib turadilar. Mana bak nimalar bo'lsa, eslariga oladilar, keladilar, xabar so'raydilar. Yo'lda sog'lig'ing qanday deydi. Shularga xursand. Ruhlanib rahmat. Siz ham mana bizni esga olgansiz bolalarim. Bizni aytdimki, o'g'in menga 70 emas, 50 yosh. Yoshartdingiz meni. Yana yoshardi. Sizga muvaffaqiyat ishlaringizda bo'lam. Doim shunday birdamlik bo'lsin, do'st bo'linglar, bir-biringizni eslang. Har doim nima bo'lsin. Men ham xursandman. Любой joyga borsam ham, mana любой xursandman. Bir doktorlarimiz ham bor. Yaxshi Toshkentda ishlaydigan joy bor. Bir kichkina bir случай, benzin boshida. Mana qarasam, men bolalar u yoqdan Venedikka qarasam, shunda o'zimning Toshkentda o'quvchilarimiz. Shu eslariga olib, so'rab turib rahmat bo'lam sizga. Uyatdan biz maktabimiz eng ajoyib o'qituvchisi. Mana bu rus tili saboqlari, mana bu военный darsdagi harbiy darsdagi saboqlar haligacha esimizdan chiqarmaydi. Boshlang'ich ta'limdagi, boshlang'ich harbiy saboqlar hech esdan chiqmaydi. Bizni haligi Kalashnikovni разбирать qilish 15 sekund bunda. Разбирать qilish o'rgandik, tirga otish o'rgandik. O'shanda menda havas paydo bo'lgan. Bu joyga tirga borsam, men haligini olaman, avtomat olib tirga o'rgatgansiz, o'taydi trayektoriya. Shunday edi ekan. Trayektoriya, что надо немножко выше, немножко вот это все. У меня все время получается. Bo'li to'g'ri uchmaydi, doimo Немножко, да. Tirga kirgan o'sha. Oldin ko'zlarini boylab avtomat shunda ham bolalar o'zlari qiziqadi. Ну давайте пойдем покушаем, потом все домой. Amin, eson-omon bolalar.